Shu tariximizda menda shubha borda yoki bizni aldashganmikan? Jahongashta sarkarda Amir Temur, algoritm asoschisi Al-Xorazmiy, At-Termiziy, Abu Ali ibn Sino, Qur'ondan keyingi kitobni yozgan Al-Buxoriy, Farg'oniy, mana shu odamlarni sanlar avlodisan deb menimcha aldashgan. Endi misol keltiraman, tasavvur qiling, 100 yildan keyin mana bu rivojlangan mamlakatlar bor-ku, Koreya deylik, Yaponiya yoki Yevropadagi bir qancha mamlakatlar. O'shalar hozir rivojlangan. Biz oldin qanaqa rivojlangan bo'lsak, endi bularni 100 yildan keyin qop-qop qoqib yurishiga yoki ommaga o'zimni ko'rsatib qo'yishim kerak deb butun umrlik qarzlarga, kreditlarga botib to'ylar qilishiga yoki meni ko'chada kimdir hurmat qilish uchun albatta meni avtomashinam bo'lishi kerak deyishiga yoki qaysi viloyatning avtoraqami chiroyli deb viloyat o'ynashiga ishonasizlarmi sizlar shunaqa bo'lib ketishiga shularni? Menimcha bizni tariximizda nimadir nito ketdi-da, tasavvur qiling, ruscha aralashdimi? Nito ketdi. Bir nechta taxminlar bor yoki yuqorida sanab o'tgan olimlar, ulamolar bu hayotda bo'lmagan yoki biz ularning avlodi emasmiz. Aytgancha sarkazmni, mubolag'ani tushunmasdan haqoratli izoh qoldirganlar. Aytdim-ku, biz yuqoridagilarning avlodi emasmiz.